İgilirken almışam Birisi şince okşansın Birisi şince okşansın Kentelik bilen adem çayı Sepişirken Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Tinchlikmi? Tan sog'lik kanalimga xush keldinglar. Bugun shu oldin qatim va'dam bo'yicha shu jiddiy bo'limdagi ishlar va Xitoy siyosati deb birinchi qismini chiqargandim. Bugun ikkinchi qism qatorida ozroq shu Xitoy siyosati ayni vaqtdagi andan keyin shu jiddiy bo'limda foydalanib qolish uchun qarindoshlarga kasallarniki ozroq qisqa jiddiy vaqtida qanday qilmaymiz deganni ozroq so'zlab beradi deb o'yladim. Oldin qatim degan bo'yicha shundoq yangi xizmat tushgan vaqtlarimni ozroq qisqacha to'xtalib o'tdim. Albatta boshqa qarindoshlarmi o'ziniki ayni vaqtida beshidan kechirgan ishlarini shundoq YouTube orqali xalqaroga chiqarsa asta ta'sir bo'lishi ehtimolli bor deganimni o'ylab qilyapman. Boshqa qarindoshlarning shundoq yurakli holda o'tirg'i chiqib ayni vaqtda bo'lgan ishlarni Xitoyniki besimining qandaqligini tushuntirgani yaxshi deb o'yladim. Shunlashqa buni qismlarga bo'lib o'zim shu albatta bu jiddiy bo'limdagi ishlarni ancha-muncha kasalliklar to'g'risida so'zlagach, shu Xitoyning siyosatini ozroq to'xtalay deb o'ylab boshladim. Demakchi hamda buning da amaliy misol desam minglar xo'shaqidi. Bu Xitoyning siyosatini men so'zlamasam mo'ylarga aniq bo'yatdi, ammo yana Xitoyning siyosati Xitoyda umid kutayotganlar bor. Shunlashqa oldin qismidimi degandim. Hamda biz Xitoyda yana umid kutsak, biz yashardan tugab ketamiz deb o'ylayman. Shunga hamda beshimizning o'tgan ishlarni hatto shu lager shohidlari qahramon qarindoshlarimiz hammasi chiqib so'zlab o'tdi chet elda. Biz chet elda turibmi jim yotgan qarindoshlar ko'p haqiqatan. Shunlashqa ayni vaqtda bo'lgan haqiqiy ishlarni desak, o'zinglar jinni bo'lib qolsa ro'yijatdan ichinglardagilarni chiqarsanglar demakchi. Sizlarga hamda bu ishlarni so'zlasam ko'p jiddiy bo'limda ayni vaqtda shu yosh vaqtlardagi ishlar. Shunga hamda meniki shu 26-7 yosh vaqtimda deyman. Shu jiddiy bo'limda ishlab, kech ishlagandan keyin kunduz uyga qaytaman. Uyga qaytib bir kun uyga qaytib albatta kechuli kunduz almashib qolgandan keyin uxlayman-da. Uxlagandan keyin bir kuni uxlasam, 7 degan kun shunaqa aniq esimda bor. Ro'zatni Qurboyevni esimda qolmabdi. Shuning bilan opam, rahmatli opam chaqirdi. İdarangdan telefon kelibdi, bir ishni xato qilib qo'ydingmi, seni darhol kelsin deydi deb. Shuni bilan nima bo'lgandi deb bordim. Kallaning sigaran urug'ini desam bo'ladi. Shuni bilan borsam bizniki Xitoy boshliq tunugin nima ishni xato qilib qo'yganting deydi. Deganda tunugin qilgan ishim jiq meniki, qaysi ishni deysa dedim. Desam seni o boshliqlar shu doktorxonaning cho'ng boshliqlari chaqiryotdi, shahar chiqqan ishxonaga dedi. Munda aytgan chog'da doktorxona boshlig'i yuyanjag'da qo'ydi-ku, kapirning yuyanjag'isidan 6-7si botdi. Shuni bilan vaqt chog'da menimda uyqu chiroyi bo'lgandan keyin kallam ishtim bu maylam chiqdim. Chiqib men unda ishxonaga kirib boqmoqrasim desam, shuni bilan ishxonaga kirsam ikki Xitoy o'tiribdi. Ikki Xitoy boshlig'imiz ham bo'ladi shu vaqtda. Shuni bilan paran qilishib bu qandan keyin sen oqshom bir kasalni beshini tikib bo'lgandan keyin mingi tashqi kasalliklar bo'limi yo'tkagandan keyin yerda shu sen shu tikkan vaqtida toza yaxshi qilolmabsa, shunlashqa u mingi bo'limidagilar bizga dedi telefon qilib deb shunaqa dedi. Shunaqa degan kim dedi desam, hozirgi ismda Jan familiyali bir kapir debdi. Shuning bilan shunchalik achchig'im keldi, uning uyqumni kam. Shuning bilan
va endi rost gapni desam u vaqtda mexanizatchilarim yaxshi edi. Hozir chekinib ketdim. Shuning bilan sizlar jiddiy bo'limning ishining qandaqligini bilamsizlar dedim. Desam qarab turdi. Yan birisi yağandan gez ko'ygan bo'p o'tadi. Jo'zning ikki tarafida ikkisi. Ma'u mendan so'rayotdi da. Shuning bilan men bu safada o'tirgan ochchig'im shundoq keldi rasululloh desam. Shuning bilan jiddiy bo'limning ishining qandaqligini uqamsizlar. Biz qandaq dog ishlatimiz shularni uqamsizlar. Oldin qismida dedim men qandaq dog ishlatdim. Dezinfeksiya degan huquq bormi sizlarda yo'q. Men tikkan vaqtida men mikroskop ishlatib tikmayman u yerni. Shunchalik jiq kasal keladi bir kechada. Deb shunchalik qaynab ketdim desam bo'ladi. Shuning bilan shunchalik qilsam bu Xitoyniki taktikasini o'qisizlar. Shuni ayam bir gazet ko'rayotgan Kapriyanjan mamanda qarab bu yigit sen qaysi maktab bittagan dedi. Deganda bittagan maktab deb bersam, oy maktabning bizniki maktab boshlig'i bilan savodashgan bu. Vaqtda shuning gapini qildi, chiqadi. Voy uning bilan savodash amdaq deb gapni yutkidi-da. Yutkanda biza past qo'yga tushdim. Demakchi hamda shunaqa bir hisobda meni bularni yilsini o'qimizg'u bu gaplarni demasam o'zinglar o'qisizlar. Vaqagandan qo'rqadigan mijozi bor bugunki. Shuning bilan shunda ochig'im kelib, uning bilan u meni boshqa tarafga tortib ketdi deb maktabning gaplarini deb berdim degandek qanday voy xapimg'on mushtaqa bizga degandi dedi. Deganda bu jiddiy bo'limga men baldur chiqib ketdi. Sizlar o'qisizlar. U bo'limning qandaqligini deb u tushuntirishlarni berib men chiqib ketdim. Futtura shu menga tashqi kasalliklar bo'limiga kirdim. Uyg'ur doktorlar borda, yerda oqshom kim dujun turgan desam bir yang degan bir kapirni dedi-da. Xap to'xtab turdim, u kapir ketib qapti-ki. Ama albatta hech nima qilmayman. Shuna o'sma ochchig'imda kiribdiman hamda. Kirib shuni ola asta ochchig'im pasaydi. Pasaygandan keyin o'zimning bo'limiga chiqdim. Bo'limiga chiqib qilsam bizniki boshliq Xitoy boshliq o'ynam deydi. Shunaqa dedi. Men bunda javob berdim desam, xapima sizlarning bayram kelib yet kelib qolgan chog'da ko'nglingni undaq qilibman deb mendan kechirim so'ragan bo'ldi yag'ayjib. Yani to'g'ri kulab ketdim sizlarga dedim. Deb shuni bilan qaytdim. Demakchi Xitoylarning yilisi shunchalik kuchlik deymizmi u jatlar. Asta odam papiltib qildi. U ishlarni ham so'zilsam bak ko'p. Anandaki ham bir ish hamda boshqa bir bolaning ishi u. Müşahede isim kelib qoldi, shuni deb beray dedim. Bizni Karvat boshquradigan doktordan asosliq viraj doktorga o'tish uchun odatda 5 yil ketadi. Amaliyotda 5 yilda Uyg'ur doktorlar shunda aqlli, hammasi shu universitetni bitirgan, ammo doktorxona holat kelib yurgan kofirlarning ko'pinchilari universitetdan bitirmay, bu yerdan kelib qolgan degandek oqish fikr olganchu. Shunga asli qonun nimada qoidamizda 5 yilda kirgiziladi. Bir qeyrindishimiz bor, Uyg'ur qeyrindishimiz 7 yil bo'lgan. 7 yil bo'lgandimi kiramidida. Kiramagandan keyin bu ochchig'ida qanday qildi desanglar, shu ochchig'ida men bor, u og'inimizning ismini demay. Ismini o'zgartdi Xitoychaga. Ismini o'zgartib gazetxonaga berib, ismini o'zgartib mana meni kirgizamsa debchi. Ashnaq bo'lgan ishlar bor. Shu hozir shu ism kelib qoldi. Bu Xitoy siyosatini ham men demasam sizlar obda o'qisizlar, shu ayni vaqtdan boshlab biz shuna izib ketgan deb o'ylab qolma. Men so'zilsam keyingi qismlarida yana bo'lib so'zlama deb o'ylayaptim. Yana burtumning masalasi bor, burt voqeasi, uni ayrim so'zlab berma. Adamdaki men oxirida jiddiy bo'limniki kasal to'g'risida so'zlamay qoldi deganlar bo'lib qolishi mumkin. Albatta so'zlab berma, u to'g'risidami? En asaslı şu ciddi bölümge keldiğin keseller qattiq ağrıp keledi. Hem de hozircha mening xiyolim kelgani, hozir hem de pandemik vaqti sirtda bo'libmi jiddiy qursoq og'riydigan, jiddiy shu jiddilashib qo'sqinlar og'rib, bunday ahvollar bo'lgan chog'da birinchilab qildigan ishinglar nima degan chog'da og'zinglarni yumusizlar. Og'zinglarni yumib, tomoq yemaysizlar, suv ichmaysizlar. Bu en yaxshi usul. Biz uni jiq ko'rdik ana kasallarni. Shunlashqa biz jiddiy bo'lim kelgan kasallarni birinchilab qilganimiz tomoqni bermaymiz, suvni ichkazmaymiz. Faqat ushlab ketgan chog'da
ma quloq ko'laydigan nima desam nima quloq ashuningda paxtaning nimasida suni qilib kalpuni qo'yamiz. Demakchi nima uchun degan chaqda agar uchga yerilgan oshqozon yerilgan ishlar bo'lib qolsa tomoq yegandan keyin yo bo'lmasa suv ichgandan keyin u tushlardan chiqib qusoq tiqimdim og'riydi. Shunlashqa qo'shiqingizning bir yeri shu chiqib qusoq qism atroflari qattiq og'rigan vaqtida darhol esingiz bo'lsin hech qanday narsa demang. Bizning Uyg'urlarda bo'libmi voy manisi anda qildi, anisi manda qildi. Yana yeyishla rast gap degan chaqda. Hargiz bo'lmaydigan ish. Mana hamda ichki doktorxonamizda 9 yil ishlabdim, amaliy misollarni ko'rdim. Shunlashqa bu bir kasal ism keldi mana hozirmi shu lag'manni 3 taqsi yutib bulamay qaptida, bulamay qolgandan keyin keldi u kasal. 3 kun uning 3 kun 4 kun asma kulurdik, hech qanday bir bermadik. Nima uchun? Oldin qattim oshqozon osti bezining leksiyasini so'zlab berdim. Qiziqadigan do'stlar ko'rib baxs bo'ldi. Oshqozonning ostida u bez. Nihoyat xatarlik. Tamoqni jiqigandan keyin ba'zan bosadi. Bosgandan keyin shu diabet kasali insulin ajratib chiqish qalama qilishdi degan gap. Shuning bilan bu oshqozon osti bezi yalluq degan nihoyat xatarlik kasal. 10 kasalni operatsiya qilsa 9 o'ladi. Shunlashqa aldirab operatsiya qilgan kasal emas u. Shunlashqa bu tomoqni ko'p yeb qolgandan keyin qusoq og'risimi hargiz bir narsa yemanglar, ichmanglar. Shuni deb bir deb o'yladim. Shunga ko'pincha o'ylab, voy manis iya foyda qildi ekan, manda qolgancha bir yaringlar mang'im jiq masat keldi. Hamda milliy tibobatniki bizniki burunqi ajdodlarimizdan kelgan, ammo uni qaynatib pis bo'ldi, buni qaynatib İssanlar ko'nglinglar tas qilinglar, zo'limanglar hargiz. Ammo mening deydiganim ig'izinglar yumanglar. Hargiz bir narsa yemanglar, ichmanglar. Masalan, ichki surib ketsa mana shundaq. O ichki surish manis foyda qildi. Yegan sir ichinglar surdi. Ichki surib ketsami, amal bor yemanglar. Agar ichinglar surib ketsa, odamni ichki surib ketsa, ruhsizlanib ketadi, put qo'lda jon qolmaydi. U vaqt chaqda qanday qilamiz degan chaqda, doktorxonalarga borsanglarmi, shu shika bilan tuzni suyini urdi asma qilib. Shunga o'ydimi amal bor. Bo'lsa az miqdorda shu shika suyi yoki tuz suyi deb pek tuzliq emas. Suga azroq, ilman suga azroq tuz sepni qilsanglar, holsizliklarni asli keltirdi. Demakchi hamda yig'ib kelgan chaqda shu qattiq og'rigan vaqtlarda amal bor shu jiddiy bo'limga shu o'zinglar turadigan bo'lib jiddiy telefon bölümge telefon uruş bilen birlikte hiç qandaq narsa yemanglar. Bugun mushunchalik so'zlab turay. Davomli hamda ko'p so'z versam, qarindoshlar shunday yaxshi fikrlar kelyapti, shunday yaxshi jiq emas, ko'p emas sizniki deb. Ko'p so'z aytsam so'zni 24 soat o'tirib so'z o'tman. O'zimning kasbiy qiziqim, ammo hozir ko'radigan narsalar ko'p qarindoshlaring shunga amal bor. 15 minut atrofida so'zlashga tirishyapman. Buldamsa hammanglarning har vaqt xayrlik bo'lsin, xayr xo'sh.